Tangsın 3 şagirdin birini qisqartmoqchi bo'lsa, zodi kimni qisqartib o'tish kerak? O'ylab beqinglar. 3 sekund vaqt berib filmni anglamay turib penalti bir qoldirib beqinglar. 3, 2, 1. Endi bu yerda oldi bilan Sun Wukongdan boshlaylik gapni. Sun Wukongni qisqartish bo'lamdi, bo'lmaydi shunami? Sun Wukong chunki bu atrofdagi eng iqtidorli, eng yomon, hatto kishilik munosabatimi eng nocha odam. Bu har qanday bir olvasini yo'qotishda, erishlik avliyolarni taklif qilishda, ma'lum bir dorilarni shundanlar so'rab kelishda bu bo'lmasa, chimantaqa 2 kun ketib qolganda damelishga qanday bo'ldi? Dal shunday. Shuning uchun bu yerda Sun Wukongni qisqartishga qat'iy bo'lmaydi. Buni qisqarsa butkul bu Tangsing Jitvanning bu shirkatning tukun tatiyotgandek uchirgan gap. Ondan Jubajini qisqartıyorsun bu nait vurun eski coşqa. Endi bu Tangsingga nisbatan öz zodi bechu. O'ylab beqinglar, o'ziga xo'shamat qildigan, o'ziga vaydaydigan odamni yoqtirmaydigan boshliq nerda bor? Boshliq emas, har qanday odam bir boshqalarning o'zini vaydab turishini, hurmatini qilishini bak paqsqashlik qilib ketmismi? Vaydab turishni hammamiz xohlaymiz, shunami? Hammamiz hurmatga, nom obro'y tashna amaliyat bu insondoshlik normal ish. Uningga bu yerdagi Jubaji Tangsingning hem qulog'i hem og'zi. Ba'zi Tangsing anglamagan gaplarni mosh anglab gapni turishib akib turdi. Ba'zi Tangsing demakchi bo'lgan lekin deyolmaydigan gaplarni mosh deb turdi. Shuning uchun Tangsingga nisbatan bu yerda Jubajini qisqasi bo'lmaydi. Unda olsa gap ayni qo'yib ketdi. Kimni qisqartirgan bo'ldik? Demak, Shahsingni qisqartishimiz kerak. Nimishqa bu bir adolatsizlik bo'lib qoldi? To'g'ri, hayot, dunyo azaldan shunday adolatsizlik. Dünyanın adilliğimi dal shunday adolatsizlik to'g'ris kerak. Chunki bu yerda Shahsing o'ylab beqing. Iqtidor jihatda albatta u bu jihatning o'zida, talant jihatda Sun Wukongga yetmaydi. Kishilik munosabat u bu jihatning o'zida. Endi boshliq bilan bo'lgan munosabatning o'zida Jubajiga yetmaydi. Endi bu faqat jim o'ltirib boshqa kirib buyurgan ishni qildig'ini mavju. Ergiz buyurgandan ortiq ishni qilmaydi. Masalan, Sun Wukongga berib yo'l so'rab keldi, berib yo'l so'rash jarayonida 1 kilo shaptuni ko'tarib keldi, men usigan bo'lsam yangladim. Lekin Shahsing olib qolsa udul berib udul yenib keldi, yo'l taqtisi manda qilib keliblar. Endi chunki bu yerda Shahsingning bu iqtidori to'van bo'lishdan sirt yana boshliq bilan uchuq yo'ruq paranchi fikr almashtirmaydi. Shirkatlardagi ba'zi xizmatchilarmi dal mushundaq tufaylidan bu yuzi garchi yaxshi oq ko'ngil bo'lsa-mu, tegishlik manfaatga erisholmaydi, hatto ba'zi sal adolatsizlik ishlarga uchrab qoldi. To'g'rimi, xatomi? Shuning uchun kishilik munosabatim men bir qancha kitoblarni tavsiya qildim. Kishilik bilan xizmatdoshlar munosabat, boshliq bilan bo'lgan munosabat, u bu jihatlarga chuqur diqqat qilishimiz ham ahamiyat berishimiz kerak. U mayli idoraning boshlig'i, mayli shirkatning boshlig'i bo'lsa, bunday bir palanpat yo'lda uchrab qolsa, voy boshliq teshikmi deb ko'rishib, kulimsirab salom qilish bu xo'shamat emas. Balla, o'zimizning cho'ng amaldor yoki o'zimizning cho'ng odam bo'lib, chuqurchilik bir kichik salom qilib qo'yishimiz kerak. Voy men yonda xo'shamat qo'yli qilmayman deb bo'yni qattiq qilsa, bo'yni qattiq mo'zay oxirida qassobxonaning oldiga boradigan ish chiqadi. Bu hamma ishlar xo'shamat qo'yliqqa yetib ketmaydi, shunami? Endi ba'zi iqtidorimiz bor turib, nimishqa chiqirdim men, xurriz qilaman, 8 soatni to'shqizib maoshda olsam bo'lmadimi, ortiq ishlab nima qilaman, ba'zi iqtidorlarim namoyon qilib nima qilaman, baribir maosh qo'shib bersa, pul bersa qilaman, bo'lmasa nima qildim deydigan bo'lib qolsak, eng oxirida barbara başta Shahsingda shallanib ketadigan ish chiqadi. Shuning uchun yerga Tangsing bir odamni shallab atmoqchi bo'lsa, chuqum Shahsingni shallab etish kerak. Shahsing shallanib ketadi. Tushunalami?